Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti raqamli iqtisodiyot kafedrasi o'qituvchisi Eshqobilova Nargiza Mingnarova. Bugungi video darsimiz makroiqtisodiyot fanidan. Bugungi video darsimiz mavzusi inflyatsiya va inflyatsiyaga qarshi siyosat. Demak, bugungi video darsimiz rejalari quyidagicha. Birinchi, inflyatsiya tushunchasi, ko'rsatkichlari va o'lchanishi. Ikkinchi, usiz suratlariga ko'ra inflyatsiya turlari. Uchinchi, inflyatsiya sabablari. To'rtinchi, inflyatsiyaning ijtimoiy iqtisodiy oqibatlari va inflyatsiyaga qarshi siyosat. Demak, inflyatsiya o'zi nima degan savol tug'iladi. Inflyatsiya lotincha inflato so'zidan olingan bo'lib, sinish, bo'rtish, taranglashish degan ma'nolarni anglatadi. Demak, inflyatsiyaning asl mohiyatiga keladigan bo'lsak, inflyatsiya bu bozor iqtisodiyotining asosiy izdan chiqaruvchi demak omillar jumlasiga kiradi. Uning demak sodir bo'lishi bu ya'ni pulning qadrsizlanishi ham degan ma'noda keladi. Demak, ammo inflyatsiya davrida barcha tovarlar narxlari ham oshavermaydi. Ayrimlariniki esa barqaror bo'lib tursa, ba'zilariniki esa tushishi mumkin. Ya'ni inflyatsiya davrida tovarlarning narxi keskin oshib ketadi, lekin ba'zi tovarlarning narxi oshmaydi. Inflyatsiya atamasini ilk bor Shimoliy Amerikada 1861 va 1865-yillarda fuqarolar urushi davrlarida qo'llanilgan. Inflyatsiya atamasi qog'oz pul massasining demak tovarlar taklifiga nisbatan haddan ziyod ko'payib ketishi bilan holati bilan izohlangan. Inflyatsiyaga turli maktab vakillari turlicha ta'riflar berishgan. Keyinchilar maktabi namoyandalari bunday nomutanosiblik sababini to'liq bandlik sharoitida talabning haddan ziyod demak bo'lishi deb bilishadi. Shu sababli ular ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi past bo'lsa, byudjet taqchilligi va qo'shimcha pul chiqarish yo'li bilan xarid qobiliyatini, boshqacha aytganda, yalpi talabni ko'paytirish inflyatsiyaga olib kelmaydi deb. Keyingi maktab vakillari neoklassik yondashuv tarafdorlari inflyatsiyaning manbai ishlab chiqarishning haddan ziyod ortishida, ya'ni ishlab chiqarish xarajatlarining ko'payishida deb bilishadi. Demak, keyinchilar inflyatsiyaga talab tomonidan yondashgan bo'lsa, neoklassiklar esa taklif tomonidan yondashishgan. Inflyatsiya nafaqat pul muomalasining izdan chiqishi, balki butun takror ishlab chiqarish mexanizmining kasali ham hisoblanadi. Makroiqtisodiy buzilishlarning natijasi hamdir. Narxlarning o'sishi, pul birligining xarid qobiliyatining pasayishidan tashqari, inflyatsiya namoyon bo'lishida quyidagi shakllari bor. Demak, bularga valyuta kurslarining o'zgarishi tufayli inflyatsiya sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni valyuta kursi milliy valyuta kursining chet el valyuta kursidan ancha demak orqada qolishi birinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, ikkinchidan kredit berish shartlarining qimmatlashuvi va kredit berish muddatlarini qisqarishi ham inflyatsiyaga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, iste'mol mollaridan iborat bo'lgan iste'mol tovarlarining narxining oshib ketishi ham bu inflyatsiyaning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Inflyatsiya deganda, demak, narxlarning o'rtacha darajasining nisbiy o'zgarishi, o'sishi tushunilsa, deflyatsiya degan tushuncha ham bor iqtisodiyotda, narxlarning o'rtacha umumiy darajasining pasayishiga olib keladi. Agar iqtisodiyotda tovar va xizmatlar massasi yalpi talabga nisbatan sekinroq o'ssa yoki yalpi talab ko'paygan holda o'zgarmasdan tursa, bu nomutanosiblik narxlar darajasining ko'tarilishi orqali bartaraf qilinadi. Oqibatda pul birligining xarid qobiliyati pasayadi va milliy iqtisodiyotning qo'shimcha pul massasiga ehtiyoji paydo bo'ladi. Inflyatsiyani ham o'lchash mumkin. Inflyatsiyani biz quyidagi formula orqali o'lchashimiz mumkin. Ya'ni bu inflyatsiyani o'lchashda iste'mol narxlar indeksi orqali o'lchanadi. Ya'ni inflyatsiya sur'atini hisoblashimiz uchun joriy yilning narxlar indeksidan, demak, o'tgan yilning narxlar indeksini ayirib, o'tgan yilgi narxlar indeksiga taqsimlab 100% ga ko'paytirsak, inflyatsiyani o'lchash mumkin. Ikkinchi usuli esa 70 miqdor qoidasi deb nomlanadi va bunda 70 ni inflyatsiya darajasiga bo'lib, shu asosda narxlarning 2 marotabaga oshish uchun zarur bo'lgan vaqtni, ya'ni inflyatsiya vaqtini topishimiz mumkin ekan. Inflyatsiya sur'atini hisoblashda iste'mol narxlar indeksi ko'rsatkichining foydaliligi iste'mol savatining to'g'ri aniqlanishiga bog'liq hisoblanadi. Inflyatsiyaning ham turlari bor. 3 ta turi bor. Ya'ni birinchi
o'rmalovchi inflyatsiya, ya'ni bunda narxlar yiliga 10% gacha oshadi. Ikkinchi turi suzib yuruvchi inflyatsiya. Bunda narxlar yiliga 20% dan 200% gacha oshadi. Uchinchi turi yugurib yuruvchi inflyatsiya. Bunda narxlar oyiga 50% dan oshib ketishi mumkin. Demak, yillik sur'ati bir necha 10 yoki 100% ni tashkil etayotgan inflyatsiya pul tizimining boshlanayotgan yoki kechayotgan inqirozini belgisi hisoblanadi. Giperinflyatsiya uning harakatini butun bozor mexanizmi foydalanishini anglatadi. Giperinflyatsiyaning rasmiy mezoni amerikalik iqtisodchisi Philip Kegan tomonidan kiritilgan. Philip Kegan giperinflyatsiyaning boshlanishi deb narxlarning birinchi bor 50% dan oshgan oyini, tugallanishi deb esa narxlarning o'sishi bir sur'atdan pasaygan va shundan so'ng kamida 1 yil davomida undan oshmagan oydan oldingisini hisoblash kerak deb taklif bergan. Giperinflyatsiya sharoitida pul o'zining qiymat o'lchovi, almashinuv vositasi singari funksiyalarni bajara olmay qoladi. Nominal iqtisodiy munosabatlar buziladi. Mablag'lar ishlab chiqarishda emas, balki tovar boyliklarini jamg'arishga yo'naltiriladi. Demak, giperinflyatsiya haqida biz mamlakatda misolda biz quyidagi davlatlarni misol keltirishimiz mumkin. Masalan, Zimbabve degan davlatda 2007-yil va 2008-yillargacha hozirgacha giperinflyatsiya kuzatiladi. Giperinflyatsiya holatiga yorqin misol qilib 2008-yildagi Zimbabve mamlakatini keltirish mumkin. Zimbabve o'zining milliy valyutasini qabul qilganda uning qiymati 2 AQSh dollariga teng bo'lgan. Ammo mamlakat iqtisodiy ijtimoiy ahvoli barqaror bo'lmaganligi uchun valyuta qadrsizlanib borgan va 2008-yil noyabrida Zimbabveda oylik inflyatsiya ko'rsatkichi o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan va 79 milliard 600 million foizni tashkil qilgan. Ya'ni narxlarning o'sish sur'ati shuncha foizga oshib ketgan. Mamlakatda narxlar har 25 soatga 2 barobar oshavergan. Keyingisi Vengriya davlati misolida oladigan bo'lsak, 1945-yil avgustda 1946-yil iyul oraliqlarida Vengriyada inflyatsiya ko'rsatkichi kuniga 207% ni tashkil qilgan. Bu davrda Vengriya milliy valyutasi pengyo har 15 soat ichida 2 karra qadrsizlanavergan. Bir oy ichida yuz bergan maksimal inflyatsiya ko'rsatkichi 40 kvadratrillion foizni tashkil etgan. Keyingi davlat bu Yugoslaviya davlatini misol keltirsak bo'ladi. Yugoslaviyada 1992-yil aprelidan 1994-yil yanvarigacha bo'lgan davr ichida milliy valyutasi, ya'ni dinar har kuni 65% ga qadrsizlangan. O'sha davrda muomalada bo'lgan eng yirik nominal banknota 500 milliard yugoslav dinari edi. 1994-yilda inflyatsiya darajasi o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqadi va 116 milliard 546 million foizni tashkil qiladi. Keyingi davlat bu Turkiya davlati hisoblanadi. 1990-yildan boshlanib turk lirasi tez sur'atlarda qadrsizlana boshlagan. Bu esa butun mamlakat iqtisodiyotida uzoq muddatli retsessiyaga sabab bo'lgan. Faqat 2005-yilda hukumat inflyatsiyani 10% dan kamroq darajaga tushira oldi. Bundan tashqari yangi turk lirasi joriy etildi va 1 million eski turk lirasiga yangi bir turk lirasi almashtirilishi yo'lga qo'yilgan. Keyingi davlatni biz Gruziya sifatida olishimiz mumkin. Gruziya sovet pul tizimi yo'q qilingandan so'ng yangi pul birligi lari muomalaga kiritiladi. Va biroq 1993-yildagi inflyatsiya natijasida uning qiymati 1000 barobarga qadrsizlanadi. 1993-yilda Gruziya prezidenti Edvard Shevardnadze yangi lari joriy etishni e'lon qiladi va eskilarini birga 1 million kursi bo'yicha almashtiradi. Inflyatsiya ham turlarga bo'linadi. Inflyatsiyaning talab inflyatsiya va taklif inflyatsiya kabi turlarini ajratishimiz mumkin. Talab inflyatsiyasi bu iqtisodiyotda talab keskin oshib ketishi va uni ishlab chiqarishning real hajmi bilan qondirish mumkin bo'lmay qolgan sharoitda kelib chiqadigan inflyatsiya hisoblanadi. Talab inflyatsiyasini keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar aholining ish bilan to'liq band bo'lishi va ish haqining ortib borishi hisoblanadi. Demak, inflyatsiya talab, taklif, ish bilan bandlik, narxning ishlab chiqarish sur'atlari kabi ko'pgina omillariga bog'liq hisoblanadi. Keyingi turi esa
taklif inflyatsiyasi. Bu mamlakat iqtisodiyotida tovar va xizmatlarning taklifining kamayishi natijasida tovar va xizmatlarning narxlarining keskin darajada oshib ketishi tufayli paydo bo'ladi. Taklif inflyatsiyasi bu mamlakat iqtisodiyotida tovarlar xizmatlarining taklifining kamayishi natijasida tovarlar narxlarining oshishidan paydo bo'ladi. Bunday hollarda ortiqcha talab bo'lmasa ham tovarlarning narxi oshib boraveradi. Hatto ish bilan bandlik va yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish kamaygan yillari tovarlarning narxi oshadi. Jami taklif qisqarishining asosiy sababi mahsulotning, demak, sarflangan xarajatlarining o'sishi hisobiga oshib boraveradi. Bunda nominal ish haqi, xom ashyo, yoqilg'i narxlarining oshishi natijasida ishlab chiqarish tan narxi ham oshadi. Demak, bu yerda inflyatsiya spiralini keltirib o'tamiz. Demak, inflyatsiya spiralida ko'rib turibsizki, narxlarning oshishi va yalpi ishlab chiqarishning ko'payishi agregat, demak, talab, ya'ni agregat demand va agregat supply, ya'ni agregat o'sha yalpi takliflarning o'sha inflyatsiyaga ta'sirini bu ushbu inflyatsiya spiralidan ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, Phillips egri chizig'i degan chiziq ham qo'llaniladi iqtisodiyotda. Phillips egri chizig'i nima? Ya'ni ishsizlik bilan inflyatsiyaning bir-biriga bog'liqligini ifodalaydigan chiziq hisoblanadi. Ya'ni inflyatsiya sur'atlari bilan, demak, ishsizlik sur'atlari o'rtasidagi teskari bog'liqlikni ifodalaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, agar ishsizlik ortsa, inflyatsiya pasayadi. Ishsizlik kamaysa, inflyatsiya sur'ati oshadi. Mana shu Phillips egri chizig'ini bildiradi. Va O'zbekistonda 2024-yil oylar bo'yicha inflyatsiya darajasi foiz hisobida biz quyidagi jadval asosida keltirib o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki ma'lumotlari asosida bu jadvalni ishlab chiqqanmiz. Ya'ni yanvar oyida bu yerda inflyatsiya darajasi 0,6% ga oshgan, fevral oyida 0,3% ga, mart oyida 0,7% ga, aprel oyida 0,9% ga oshgan bo'lsa, may oyida 2,8% ga oshgan. Iyun oyida esa -0,2% ga kamaygan. Iyul oyida ham -0,3% ga kamaygan. Avgust oyida yana 0,5% ga oshgan. Sentyabrda 1,2% ga oshgan, oktyabrda 0,8% ga oshgan, noyabrda 0,9% ga va dekabrda 1% ga oshganligini ushbu jadval ma'lumotlari asosida biz keltirib o'tishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 2017-yil va 2024-yillar bo'yicha foizlar hisobida biz keltirib o'tdik. Ya'ni 2017-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 18,8% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2018-yilda 14,3% ni tashkil qilganligini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. 2019-yilda esa 15,2% ni, 2020-yilda 11,1% ni, 2021-yilda 10% ni, 2022-yilda 12,3% va 2023-yilga kelib inflyatsiya sur'ati keskin ravishda pasayib 8,77% ni tashkil qilgan. 2024-yilda 9,8% ga inflyatsiya darajasi qayd etilgan. Demak, bugungi video darsimizning qisqacha mazmuni shulardan iborat va bugungi video darsimizning foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini ko'rsatib o'tdik va bu foydalangan adabiyotlar asosida ushbu slayd ma'lumotlarini tayyorladik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.